Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Erik televiziyasiga xush keldinglar. Men bugungi programma riyosatchisi Abdurahmon O'ztürk bo'laman. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda hozir Germaniyaning Myunxen shahrida yashab turayotgan vatanparvar inqilobchilarimizdan Abdurimjon apandi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Qani diqqatinglar ekranda bo'lsin. Siz aldı bilen televizor ko'ruvchilarimizga o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz bo'ladi. Men 1964-yil 5-oyning 15-kuni Urumchida tug'ilgan. Men tug'ilgan vaqtda Xitoyning zulmi nihoyatda chekidan oshgan, xalqimizni bir tarafdan qonliq bostirayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan ocharchilik, sun'iy ocharchilik paydo qilib, ochlikdan o'ltirayotgan, yan bir tarafdan tarkibga ayirib asli inqilobchi, kapitalizm yo'qolgan o'qitlar degandek har xil bahona bilan qirg'in qilayotgan, yo'qotayotgan bir davr bo'lib, dadam opammi va bizning boshqa tuqqanlarimizmi Xitoyning shu vaqtdagi tozalash harakatiga duch kelgan ekan. 1964-yil 6-oyda men tug'ilib uzun o'tmay, ya bir oydan keyin oilamiz surgun qilingan ekan janubga. 1973-yilga qadar Kucha va Qarshi qatorliq shaharda surgun bo'lib yashadik. Yani 9 yil yani yashadingiz. Ha, 9 yil. 73-yili Kuchaga o'rilishib, shundan keyin Kuchada turib qoldik. 73-yildan 81-yilgacha to'liqsiz va to'liq o'tirinib bitirdim. Shu oraliqda oilamiz, bizning oila diniy oila bo'lg'achqa, dadam yana diniy e'tiqodini aytdi, kuchlik, opam dadam oila bo'lg'achqa, kichigimda Qur'on savodlik bo'lib shu Qur'on o'qib qolgan. 79-yildan boshlab yoshirin madrasada o'qidim. Ya'ni vaqtida madras emas, oxirlarning uyda diniy ta'lim tarbiya olamiz. 81-yilda to'liq o'tirib bitirgandan keyin maxsus madras o'qidim. Vaqtida madras ochilib bir qo'rqitayninki yerlik siyosatni bir oz kengaytirish, bir oz diniy erkinlik berish bir yumshoq siyosat yurgizildi. Madras ochildi. Kuchada 85-yilgacha madras o'qidim. 85-yildan keyin Qog'ilga kelib Abdulkim Maqsimajimda diniy madrasada o'qidik. 88-yil o'qishni tamomlab Kuchaga qaytdim. 90-yil 5-aprel bu butun dunyoga ma'lum Uyg'urlarga emas, g'arb ellariga mashhur bo'lgan Barin inqilobi qo'zg'aldi. Shu Barin inqilobiga munosabatli deb 90-yil 7-oyning 25-kunisi tutqun bo'ldim. 91-yil 8-oyning 15-kunisi vaqtliq davolanishga oilamga topshirib berdi. Dadam turmaga chiqib topshirib olgan bo'ldi. Bu vaqtda endi men to'g'riliq yana menga nima qilgan, mana shu Barin inqilobining qo'zg'alishida ma'lum, ya'ni buniki hasba, shirikchiligi bor degan shu gumon bilan turmaga qamalgan. Turmadan chiqqandan keyin yana Kuchada normal yashash imkoniyati bo'ldimi yani? Yo'q, normal yashash imkoni bo'lmaydi. Siyosiy bir jinoyat bilan yoki siyosiy gumon bilan tutqun bo'lganlar, turmaga kirib jazolanib, kesilib chiqqanlarga unda normal burunqidek normal hayot berilmaydi. Doim nazorat ostida turdi. Haftada bir qatim, eng oz bo'lganda haftada bir qatim soqchi idorasiga chiqib, o'zini ma'lum qilib, men boshqa ketmadim, uyda turyapman deb o'zining barliq ishini ma'lum qilib turish majburiyati bo'ldi. Hem aqsiga doim payloq deb qo'ydi. Bu ish sizdan mashina bo'ldi yani. Albatta shunday bo'lgan. Ya meni turmadan nima qilishda, ya'ni bu gunohsiz deb qo'yib bilgan emas. Birinchi menga bo'lgan gumon bu mashu inqilobda buniki ma'lum bir nimasi bor, Qutrat klubi yoki mushu tashkilotga Barin Sharq Turkiston ozodlik tashkilotida buniki tashkil jihatda munosabati bor degan bir nima isbotlanmadi. Bir dilo turg'izishga bir isbot Xitoy bu soqchilik isbot qo'lga tushirmagandan keyin ham u vaqtda turmada yomon ig'ir qiyin turmush sharoiti
Türmeye kirib baxmağanlar bilmeydi. Xitay türmesiga kirib, en az Xitay türmesinde bir hafta yetib baxanlar Xitay türmesinin qanchalik dahshat ekanligini bildi. Şu 13 aydan artıq vaqt yana qarang'i türmede yalğız kamerada 4 ay qamab qo'ydi qarang. Ondan keyin ko'pchilik vaqt kamerada qamadi, ammo ko'pchilik vaqt kamerada qamasa-mı, odamlarni nima qo'ydi? Paylaqchilikqa masalan. Doim 24 soat bir kamerada bil yotgandan keyin, yalnız bil turgandan keyin mahbuslar o'zinki saqchilar masalan ish buyruq qo'ygan saqchilar sen mushu Abdurahimjondan mushu masalani egallab bersang, seningki jazoni yeniklaydi yoki yana kerak jinoyatlar bo'lgan bo'lsa, jazoni kechirim qilsa, og'ir o'lim jazosi hukm qilingan ya o'lim jazosi berilish oldida turayotgan jinoyat mahbuslarga o'limdan kechirim qilinsa, jinoyatdan yeniklandi deb ashundaq vazifa bilan bularni alayda tarbiyalab qo'yib qo'ydik ishimizga. 24 soat bular bilan bilib turgandan keyin ular oldilar o'zining beshidan o'tgan deydi, qarang. Ondan keyin endi shunchalik qiyin yani. Ro'z shunchalik siqildi. Agar ashadi beshimdan o'tgan kashkallarni masalan, munosabatli odamlarni yoki shu barin inqilobi qatnashgan, men bilan munosabat bo'lgan odamlarni ashadi og'zini tikib qolsa tunishliq, ashuna bilan o'zim bo'ladi qolma, turmadan ayt chiqish mumkin emas. Boshqaning bo'ladi qo'ygan gap. Ammo yomon qiyin. Turmada maxfiyatlik sir saqlab qilish yomon og'ir qiyin. Shu yo'g'on nayti beshkatgidek og'ir jinoyatlarni turmaga kirib, gunohsiz bo'lib chiqdiganlar bor turmadan. Yani öz ağızga pishiq bo'lib, ishini sir etmaganda yoki yenik jazo bilan chiqdiganlar bor. Jinoyatni aytib yenik bir uch bilan, yenik bir jinoiy isbot bilan tutilib, turmada og'iz bo'shliq qilib besh ketganlar bor. Turmadan ayt chiqolmaydi. O ixro qilish jarayoni emas, qishin qisaq jarayon emas. Birga kamerada yotgan, bir kamerada yotgan mahbuslarga, ya'ni sirdosh qilib 24 soat birga yotgandan keyin, ashning sirdosh qilib o'ziniki sirni aytib qo'yib, besh ketadigan yoki og'ir jazoga uchrab ketganlar bo'ldi. Endi ashunda bir sirni ichingizda saqlab qolishmi, og'ir bir azob turmning ichida. Xo'sh, andan keyin yemak ichmak masalasi, oziqlanish masalasi, kun ko'rish masalasi, holva almashtirish og'ir. Bir kunda shu bizga shu vaqtda beradigan tamoqning o'zi bir kunda 200 gram oshmaydi. 24 soat yeydigan tamoq 200 gram oshmaydigan tamoq berdi. Ichilgan usuzliqmi 1 litr yetmaydi bir kunda ichilgan mayli qaynoq choy, sovuq suv bo'lsin. Mushu qiyin sharoit ostida andikin og'ir kasal yurgim ojiz ham yurakdan chiqdi. Ham xotiram yo'q turgan kasalga kiriblar bo'ldi. Yani sizin turmadan qo'yib berishi, yani isbotlar aniq emas, yani kasallik sababi bilan. O ikki xil. Kasal bo'lib qolganlarni qo'yib bermaydi turmadan. O qo'yib berish emas, davolanishga ruxsat bermaydi. Siyosiy jinoyat bilan yoki siyosiy jinoyatga munosabatli deb gumon bilan tutqun bo'lganlarni unda og'irib qoldi deb asan qo'yib bermaydi. Meni turmadan shu vaqtli qo'yib berishlik sabab birinchi bu og'irib qoldi, davolanish uchun chiqadiq deb oshkora sirtqi ko'rinish shunda bo'lgan bo'lsa-mu, meningdan ya'ni ixro qildirib, menga nisbatan isbotlamoqchi bo'lgan jinoyat deloni turg'izamagandan keyin meni sirtqa chiqarsa, men bilan munosabatli nurg'un bolalar qochib ketgan masalan shu vaqtda. Shular qaytib kelishi mumkin. Yo'q bo'lmaydi, men hech qanday bir jinoyatim bo'lmagan holatda meni turmaga solib shunda og'ir qiyin qisqa qilib qilgandan keyin meni turmadan qo'yib bergan chaqda men bir o'chirish tarpiga menishi mumkin. Buni hammani o'ylaydi. Hech bo'lmaganda men shu vaqtda masalan uni nurg'un bolalar qildi shunda ishni. Hech jinoyati yo'q, gumon bilan tutilib, yo'q bo'lmaydi. Kichik bir masalan bir inqilob qatnashgan bolalar bilan ijtimoiy munosabat qilgan yoki bir xat aloqa qilib qolgan mundaq bolalarni soldi masalan, ashlarni 6 oy 1 yil solab qo'yib bergandan keyin ular chiqib andan keyin o'chirish tarafiga o'tdi. Men nima uchun hech qanday bir gunohim bo'lmasa, meni nima uchun turmaga solib bu qadar meni qiyin qisqa qilib, meni ro'yi azob qildi, jismoniy ro'yi azob qildi deb shuning bilan o'chirish tarafiga o'tdi. Turmadan shunchalik yakan qo'y, aqan chiqsan shuncha qilishanda o'chirish tarafiga o'tdi. Mening shunday bir munosabatlar bilan asosan qo'yib deb o'ylayman. U faqatla mening og'irib qolgan yoki salomatligim yaxshi bo'lmaganlikdan emas. Vaqtliq davolansanizda adab 8 oyning 91-yil 8 oyning 15-kunisi oilamga topshirildim. Davolanib yerlik tibobat nimalar asosliq men o doktorxonada davolanmadim. Doktorxonada ba'zi o'qilib qo'ydigan
har xil ishlar bo'ldi. Asosan yerlik tibobat usuli bilan davolanib 8 oy turdim. Degandek, shu meni qo'yib berish nimasida saqchilar kutganga o'xshashlar. Men 8 oyning 15-kuni turmadan chiqdim. 8 oyning 18-kuni 3 kun ichida bolalar kelib bo'lib qochib ketgan bolalar. Ishkirga Shiyan qochib ketgan bolalar bor. Urumchida Yushurni qochib yurgan bolalar bor. Ondan keyin yana boshqa Xitoy o'lkalar qochib ketgan bolalar quloqdan quloq anglab, naytiz. Xeli jiq bolalar qaytib keldi. Kelgandan keyin o bolalar bevosita men bilan uchrashmadi. Boshqa yerga turib o'zi men Yushurun adam aytgandan keyin men ularni darhol yana qaytib ketishni talab qildim. Men o'zim shunday gumon qildim. Aslida bunday xilqi davolanib tursa deb ba'zi turmada shu kasallar o'lib ketganlar bor. Mesela Hasanjon Ibrohim deb bir og'inam bordi. Shu bolani shu 92-yil bir vaqaga gumonliq deb Urumchilik turmusida urib, shu davolamay shu urib tayoq zarbasining jigiri zaxmlanib o'lib ketgan. Uni davolamagan. Endi meni chiqarsa turmadan davolanish jarayonida men birinchidan Xitoyga shu g'azab nafratim kelib, balkim texnik ko'proq lashkar to'plab, qo'zg'olib chiqib, yeni ko'p odamlarni o'lim tupirishi mumkin. Ham o'zim shu vaqtda beshini yeyishim mumkin. Shuni Xitoynikidan aytib kutgan bir orzu bo'lishi kerak. O tarafdan o'ylabman lekin qaytib kelgan bolalarni ham yeni qochiryaptim. Ba'zilar bilan o'zim ko'rishdim Yushurun, ba'zilar bilan ko'rishmay adam avatib, qat'iy jutqi dasimanglar deb. Shunda bo'ldi, oraliqda 8 oy o'tdi shunda. 8 oy davolanib xil yaxshi bo'ldim. Mushu chaqda ham men haftada bir qatim saqchi darsiga chiqib, maxsus belgilangan xodim bor. O ko'gal bir saqchi deyil olmaydi. Men shunda turyaptim hozir. Oilam ahvolini deyman masalan. Dadam mundaq deyotdi, akam mundaq deyotdi, o'ylab bo'lgan gaplarni masalan, oshlarning hammasini ular talab qildi. Odatda kishibatni va jinim bilan sizni turmada qanday qijindi deb so'ragan bo'lsa, dadamga men deb bergan gapni yeni shuni deb berishim kerak. Dadam mana so'ragandi, men bunda javob berdi endi. Ya turmada hech qanday egri ish yo'qda, yaxshi turdim deb bunda deyman. Ularga chiqib shu gapni deb dadam mashina so'rab, meni mushundaq majburiyat ostida bir adam o'zining dadasiga ishonmaydigan, o'zining bolasiga ishonmaydigan shunda holat keltirdi. Turmaga so'lagandan keyin, o'sha turmaga kirishdan burun odam nati qahramonlik qildi o'zini. Turmaga kirgandan keyin, o'shadagi vaziyatni ko'rgandan keyin odam hatto o'ziga ishonmaydigan bir holat keldi. Shuning uchun umidsiz holat keltirdi. 92-yil 4-oyning 19-kuni yana so'ladi turmaga. Qaytadan yani. Chunki men hech qanday bir narsani isbotlamagandan keyin ya bir kim bilan aralashib bir harakatga aralashmagandan keyin Xitoyning kutgan yeridan chiqmagandan keyin oxiri yana so'ladi. Bu chaqda 3 oy so'lab qo'yib turmaga. 3 oydan keyin cho'ng akamni turmaga so'ladi, uni mobilga qo'shib, uni ep qilib meni sirt qo'yib berdi. Bu vaqtda qo'yib berishda bu 92-yil 5-oy, 7-oy, 8-oy mezgilda vatanning har qanday ham jutlarda asosan degidek 3dan 5dan to'plashib odamlar partiyalik shakl emas, qarshilik ko'rsatish, masalan, u yerda partilayotgan, bu yerda qo'zg'alayotgan shundoq bir vaziyat shakllanib ketdi. Shu vaqtda cho'ng akam turmada ep qilib, meni turmadan chiqardi. Men turmadan chiqsam, shu vaqtdagi Abdukarim Abduvalininki 90-yil qurgan bir partiyasi, Islom Islohchilar partiyasi deb. Shu partiyasiga munosabatlik Abdumit Talib, Idrisxon Umar qatorliq ularning hammasini 95-yilda aytibdi. Shularning o'zini tutish buyruq chiqarayotgan mazgilga. Ular ketib ketib qo'lga tushmay, az-to'la qarshilik ko'rsatib, u yerda partiyalik harakat olib berib turayotgan chog'da ekan. Shu mazgilga to'g'ri kelib turmini turmini chiqqan vaqtim. Endi meni bu qatnamo balkim ashlarga aralashib, shu qachqatganlarga aralashib, billa balkim bir harakatga aralashib qolsa, shundan bir daqiqa g'ushtirmiz deb o'ylagan bo'lsa kerak. Bu qatim chiqqandan keyin men hech qanday aralashmay, yana hech kim bilan tanishmay, tish tug'an bo'ldim. Hech kimga aralashmadim haqiqatan. Hatto Abdumit Talib ko'rishimiz deb adamatga ondan ko'rishmagandim. Bo'lmaydi ko'rishmayman deb. Ondan keyin 93-yil 8-oyning 26-kuni oxir jutni olib ketgan vaqtim. Bu vaqtchilik zodi aman qo'ymadi. Ya tijorat oqmaydi. Qarang, bizlar hech kim tijorat qilmaydi. Munosabatni o'zida qilib. Burun biz normal vaqtda Xitoyga qarshi chiqmagan, tinch chaqda biz tijorat qilsak, boshqalardan masalan, biz sotgan narsani boshqalardan qimmatroq oladi. Biz olmoqchi bo'lsak, boshqalardan sal azroq bizga berdi, hurmat qilib, shuncha imtiyoz berdi. Bir qancha qatim turmaga kirib chiqish munosabat jarayonida Hammalar qichiqib boshladi yana atrofda. Agar buni bilan bir ish qilsak, Maydoni suhbat programmamizda
Hozir Germaniyaning Myonxen shahrida yashab turayotgan vatanparvar inqilobchilarimizdan Abdurimjon apandi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringlarda bo'ladi. Qani diqqatinglar ekranda bo'lsin. Ailemiz sürgün kılıngan ekan Janubqa. 1973 yılga kadar Kucha ve Qarshi qatorliq shaharlarda sürgün bulup yaşadık. Yani 9 yıl yani yaşadı. Evet, 9 yıl. 73 yılı Kuchaga uğurluşup, şundan keyin Kuchada turup kaldık. 73 yıldan 81 yılgachilik tuluqsiz ve tuluq oturunup bitirdim. Şu aralıkta Siz aldı bilen televizor köykçilerimizge özünüzü kısıkça bir tanıştırıp etken bolsanız. bo'ladi. Men 1964-yil 5-ayning 15-kuni Urumchida tug'ilgan. Men tug'ilgan vaqtda Xitoyning zulmi nihoyatda chekidan oshgan, xalqimizni bir tarafdan qonliq bostirayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan ocharchilik, sun'iy ocharchilik paydo qilib, ochliqdan o'ldirayotgan, yan bir tarafdan tarkibga ayirib, asli inqilobchi, kapitalizm yo'qmangan o'qitlar degandek har xil bahona bilan qirg'in qilayotgan, yo'qotayotgan bir davr bo'lib, dadam opammi va bizning boshqa tuqqanlarimizmi Xitoyning shu vaqtdagi tozalash harakatiga duch kelgan ekan. 1964-yil 6-oyda men tug'ilib uzun o'tmay, ya bir oydan keyin Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Erik televiziyasiga xush keldinglar. Men bugungi programma riyosatchisi Abdurahmon O'ztürk bo'laman. Bugungi siyosat